Haqiqatdan chanoq son bo'g'imi ko'ksartirozi oxirgi bosqich to'g'ri kelyapti, ham o'ng tomonda, ham chap tomonda. Qancha nimaga kuzatasiz Hojdova ijtimoiy tarmoqlarda? 1,5 yildan ko'proq bo'ldi. 1,5 yildan ko'proq bo'ldi. Hojdovamiz Tojikistondan kelishgan. Tojikistondan qayerdan keldingiz Hojdova? Dushanbe shahri. Dushanbedan shahridan kelishgan. Hojdova, bizga nima shikoyat bilan keldingiz? Shu bo'nmalarda qo'ymishlar bo'lsa, yemirilish bo'lgan ekan, shunga sizni internetda ko'rib, sizni oldingizga keldimda. Davolangan. Mana endi yaqinlashtiramiz. Kadrda e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, Hojdovamizda haqiqatdan chanoq son bo'g'imi ko'ksartirozi oxirgi bosqich to'g'ri kelyapti, ham o'ng tomonda, ham chap tomonda. Endi Hojdovamizga hozir og'rib berayotgan, qiynayotgan, oqsoqlanishga sabab bo'layotgan joyi o'ng tomonda ekan. Endi Hojdova bilan suhbatda o'zi Hojdova biz oldimizga lecheyni olish maqsadida keldi, lekin tushuntirish bo'yicha bemorimizga tushuntirdik lecheyning foydasi bo'lmasligini, chunki son suyagini boshchasi yemirilib ketganligini mana guvohi bo'lyapmiz. Son suyagini boshchasi ma'lum darajada chiqib ketganining guvohi bo'lyapmiz. Endi harakatlaringizni ko'raylik Hojdova, harakatlaringizni. Mana harakatlariga e'tibor qilayotgan bo'lsak, harakatlarida oqsoqlanish, og'riqli bo'lyapti. Hojdova qarang. Bizga kelguncha ancha davolangan bo'lsangiz kerak menimcha. Ha, Tojikistonda o'zimiz temir yo'lchi edik. Temir yo'lchisiz? Ha, больница bor edi. O'shanda har oyda bir marta yotib kelardim. Ha, davolanib turadi. Ijtimoiy rezultat yo'q. Natijasi bo'lmasdi. Shuni inobatga olishimiz kerak. Har bitta bemorga tushuntirayotganimizda doim tarozining ikkita pallasi bo'ladi. Tarozini pallasiga qo'yganimizda hozirgi holatda faqat operatsiya qilish kerak ekanda sizni. Uni tushuntirdim, shunga rozi bo'ldingiz. Tojikiston xalqiga kim shu kasal bilan yo'liqqan bo'lsa, mana ukamiz bor ekan, mana yaxshi gaplari ko'p ekanda, shu gaplari meni qiziqtirib, mana shu operatsiyaga rozi bo'ldik-da. Keyin mana Farg'ona xalqiga ham rahmatki, menga yordamlashib o'rishdi. Ilohim, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mana Hojdovamiz birinchi kelganda Dostonbek faqat sizdan lecheyni olaman dedingiz. Mana birinchi kuni kelgandagi niyat lecheyni. Lekin mana bemorni ko'nglini cho'ktirmagan holatda, bemorning ruhiyatiga ta'sir qilmagan holatda shu endoprotezni tushuntirdik. Albatta bu soha bo'yicha qiynalib yurgan bemorlar bo'lsa, albatta lecheyning foydasi bo'lmayotgan bo'lsa, endoprotez qo'ydirish kerak, sog'lig'i ko'tarsa. Albatta endoprotez qo'ydirish kerak, o'sha imkoniyatiga qarab qo'ydirish kerak. Endi shu sizni qo'yiladigan protez endi umringiz oxirigacha xizmat qiladi, Hojdova. Rahmat. Sizga katta rahmat. Mana sizni deb Tojikistondan kelganman-da. Men sizni internetda uyda ko'rib o'tirardim-da, yotib, keyin birdaniga shu opalarimni uydagilarni nima qilib, meni olib boringlar shularga deb mana keyin olib kelishdi-da. Yaxshi, mana bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, nafaqat Qirg'iziston, Qirg'izistonda ancha joyni egallab qo'ydik. Endi Tojikistonga o'tyapmiz. Hozirgi kunda endi sekin-sekin qo'shni davlatlar ham kelishyapti. Mana Hojdovamiz hozir operatsiyadan oldingi bir syomka qilyapmiz. Operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin albatta mana shu chopqilab yuraganingizni ham olamiz. Og'riqsiz bo'lyapti, qiynalmayapsizmi? Yo'q, og'riq yo'q. Qo'rquv yo'qmi, qo'rquv? Qo'rquv sizni ko'rib qochib ketdi. Qochib ketdi qo'rquvlar. Sizlarni qo'llaring dard ko'rmasin. Sizlar bu sohada zo'rsizlar axir. Dushanbada qildirmasdan sizni deb oldingizga keldim. Sizni shifoingizni olay deb Tojikistondan turib keldik-da. Ilohim. Bizlar mana qilayotgan ishlarimizni asosiy mas'uli xalqimizni sog'lig'ini tiklash maqsadida. Rahmat o'g'lim. Qayerda bo'lsangiz dard ko'rmang. Hamma vaqt ishlaringizni omadini bersin. Katta doktor bo'lib yetishing. Men sizni namozlarimda ham duo qilaman hali. Ilohim. Mana qancha nimaga kuzatasiz Hojdova ijtimoiy tarmoqlarda? 1,5 yildan ko'proq bo'ldi. 1,5 yildan ko'proq bo'ldi. 1,5 yildan maqasi ana kelaman, mana kelaman meni kelibsizlar. Endi yo'limiz shu ochildi-da, endi ochildi. Ilohim, sog' bo'ling. Albatta qo'shni davlatlardan kelib davolanib ketishyapti, operatsiya qildirishyapti. Biz ham xursandmiz Hojdova. Biz ham kundan kun o'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Yaxshi. Rahmat o'g'lim. Hojdova. Labay. Bizni videolarimizni qaysi tomon sizga ma'qul keldi? Birinchisini aytsamga tilingiz shirin-da. O'zingizga jalb qilasiz-da. Bizdaqa kasallarni yaxshi muomala, yaxshi nimalar bilan mana keldim, birinchi kuni oldingizga kirdim, og'riq bor edi, qo'l berish so'rashdik, og'riq ham yo'q bo'ldi. Sirasi kirganingizdan keyin xolamning og'riqi qolib qoldimi? Yo'q bo'ldi. Men sizga e'tiqod qilib kelgandim. Xudo endi dardni ko'rmasin qo'llaring. Mana operatsiyamiz ham yakunlandi. Juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana Hojdovamiz Tojikistondan kelgan edi. Ikki tomonlama displastik ko'ksartiroz oxirgi bosqichlari bo'yicha protez qo'yildi. Endi protezni eng yaxshisini qo'ydik. Angliyanikini qo'ydik. Dual sistemada. Dual sistema degani umuman chiqib ketmaydi. 360 gradus bemalol aylanaveradi. Yosh kattalarga bu juda ham qulay hisoblanadi. Yoshlari katta Hojdovamiz. Endi xudo xolasa operatsiyadan keyin 2 kundan keyin bu protez qo'yilgandan keyin bemalol yurishni
boshlaydi devorimiz. Xudo xolasa mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, quymichlarda umuman yaroqli joyi qolmagan edi. Noiloj endi protez qo'yildi. Albatta, bu soha bo'yicha qiynalayotgan har bitta bemorimizga o'zimizni do'stona maslahatimiz, muolaja foyda qilmayotgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, albatta sog'lig'i ko'tarsa, sharoitlari ko'tarsa, albatta kelsin, chiroyli qilib protezlarni qo'yib beramiz. Xohlagan protezlar bor. Albatta, hamma narsani ham qimmatrog'i sifatli hisoblanadi. Shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak.